Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Telefoni bor pensionerlar uchun go'yoki to'liq taqiq joriy qilinadi. Telefon ishlatgan keksa odam tam pensiyasidan ayriladi. Bank kartasi bloklanadi yoki ijtimoiy yordam to'xtatiladi degan gaplar tarqayapti. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda pensioner ota-onamiz, buyimiz, bobamiz yoki qarindoshimiz bor. Men sizga bu gaplarning qayeri haqiqatga yaqin, qayeri noto'g'ri talqin, qayerda esa ehtiyot bo'lish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni hoziroq kuzatib boring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p odamni ortiqcha vahima, jarima yoki aldovdan saqlab qoladi. Avval qanday edi? Oldin pensionerlar uchun telefon oddiy aloqa vositasi edi. Kimdir farzandlariga qo'ng'iroq qilish uchun ishlatardi. Kimdir bankdan SMS olish uchun, kimdir shifokor bilan gaplashish uchun, yana kimdir pens kartasiga pul tushganini bilish uchun. Davlat organlari ham, banklar ham, mahalla ham ko'p hollarda pensioner bilan telefon orqali bog'lanar edi. Ya'ni telefon borligi pensioner uchun muammo emas, aksincha kundalik hayotda kerakli vosita edi. Endi nima o'zgardi? O'zgargan narsa shuki, oxirgi yillarda pensionerlar nomiga telefon raqamlari, sim kartalar, bank kartalari, onlayn kreditlar va turli elektron xizmatlar orqali firibgarlik holatlari ko'paydi. Ayrim odamlar keksa kishining hujjatidan foydalanib sim karta oladi, bank ilovasiga kiradi, qarz rasmiylashtiradi yoki pensionerning nomidan shubhali pul o'tkazmalar qiladi. Shundan keyin tekshiruv boshlanganda hujjatda pensionerning ismi turadi. Odamning o'zi esa bundan bexabar bo'lishi mumkin. Shu sababli ayrim tartiblar kuchaytirilmoqda. Lekin bu tartiblar telefon ishlatishni to'liq taqiqlash degani emas. Men buni aniq aytaman. Pensionerda telefon borligi o'z-o'zidan qonunbuzarlik emas. Pensioner telefon ishlatishi, sim karta egasi bo'lishi, bankdan SMS olishi, farzandlari bilan gaplashishi, internetdan foydalanishi mumkin. Muammo telefon borligida emas. Telefon raqami va bank ma'lumotlaridan qanday foydalanilayotganida. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahima qilmasligi kerakligini batafsil tushuntiraman. Agar pensionerning telefoni o'z nomida bo'lsa, u telefonni o'zi ishlatsa, bank kartasining PIN kodi va SMS kodlarini hech kimga bermasa, bu normal holat. Masalan, 6 yoshli otaxonning bitta telefoni bor. U har oy pensiya kartasiga pul tushganini SMS orqali biladi. Ba'zan farzandiga qo'ng'iroq qiladi, shifokor qabuliga yoziladi. Bunday vaziyatda hech qanday taqiq haqida gap bo'lishi mumkin emas. Lekin boshqa misolni olaylik. 72 yoshli onaxonning nomida 3 ta sim karta bor. Lekin u faqat bittasidan foydalanadi. Qolgan 2 ta raqamni qachon va kim ochganini bilmaydi. Mana shu xavfli holat. Chunki o'sha ishlatilmayotgan raqam orqali kimdir bank ilovasiga ulangan bo'lishi, onlayn savdo qilishi yoki boshqa odamlar bilan shubhali yozishmalar olib borishi mumkin. Keyin muammo chiqqanda birinchi savol raqam egasiga, ya'ni pensionerga keladi. Yana bir hayotiy vaziyat. Farzand yoki nabira buvisining nomiga sim karta ochib oladi. Sabab oddiy. O'zining nomida raqamlar ko'p yoki kredit tarixida muammo bor yoki ayrim xizmatlardan foydalanish uchun boshqa odam nomidagi raqam kerak. Avvaliga bu arzimas narsa bo'lib ko'rinadi. Lekin keyin shu raqam bank kartaga ulanadi, internet do'konda ishlatiladi, kreditga telefon olinadi yoki pul o'tkazmalar qilinadi. Bir kun kelib qarzdorlik chiqsa, hujjat bo'yicha javobgar bo'lib qoladi. Men aynan shunday holatlardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qilaman. Kimlar xavotir olmasligi kerak? O'z telefonini o'zi ishlatadigan, raqami o'z nazoratida bo'lgan, bank SMS kodlarini hech kimga aytmaydigan, kartasini boshqa odamga bermaydigan pensionerlar ortiqcha qo'rqmasin. Telefonni olib qo'yishadi, pensiyasini to'xtatishadi. Telefon borligi uchun jarima yozishadi degan gaplar ko'pincha vahima yoki noto'g'ri tushuncha asosida tarqaladi. Kimlar albatta tekshirishi kerak? Birinchidan, nomida nechta sim karta borligini bilmaydiganlar. Ikkinchidan, telefon raqamini farzand, nabira, qo'shni yoki tanish ishlatayotganlar. Uchinchidan, bank kartasiga kelgan SMS kodlarni boshqa odamga o'qib beradiganlar. To'rtinchidan, telefoniga begona ilovalar o'rnatilgan, lekin ularning nima ekanini tushunmaydigan pensionerlar. Beshinchidan, kartasidan ba'zan noma'lum pul yechib olinayotganini sezganlar. Masalan, pensioner har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Bir kuni kartada 300.000 so'm kamligini ko'radi. O'ylaydi. Ehtimol xizmat haqi ushlangandir.
keyingi oy yana 1-2 ming so'm ketadi. Aslida esa nabirasi telefoniga bir ilova o'rnatgan, karta ma'lumotlarini saqlab qo'ygan va kichik to'lovlar qilib yurgan bo'lishi mumkin. Bu yerda muammo pensioner telefon ishlatganda emas, muammo telefon va karta nazoratsiz qolganida. Yana bitta misol. 7 yoshli pensionerga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilishadi. Sizning pensiya kartangiz bloklanadi. Kodni ayting, hozir tiklab beramiz deyishadi. Odam qo'rqib SMS kodni aytadi. Oradan 5 daqiqa o'tib kartasidagi pul yechib olinadi. Keyin u bankka boradi, lekin bank so'raydi, kodni kimga berdingiz? Mana shuning uchun men doim aytaman, SMS kod bu kalit. Uy kalitini begona odamga bermaganingiz kabi. SMS kodni ham hech kimga bermang. Bank xodimi ham, mahalla vakili ham, pensiya bo'limi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Ba'zi odamlar telefonni faqat gaplashish uchun ishlataman, internet menga kerak emas deb o'ylaydi. Lekin hozir oddiy tugmali telefon ham SMS keladi. Agar bank kartangiz shu raqamga ulangan bo'lsa, xavfsizlik aynan shu telefondan boshlanadi. Telefon yo'qolsa, sim karta boshqa odam qo'liga tushsa, u SMS'larni ko'rishi mumkin. Shuning uchun telefon eski bo'lsa ham undagi raqam qimmatli. Chunki u raqam orqali pulingiz, shaxsiy ma'lumotlaringiz va ayrim xizmatlaringizga kirish mumkin. Endi istisnolar, nozik jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan tomonlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Telefon raqami kimning nomida ekanini bilish muhim. Ba'zida pensioner ishlatayotgan raqam uning o'z nomida emas, farzandi yoki tanishi nomida bo'ladi. Buning ham xavfi bor. Agar bank kartasi pensionerga tegishli, lekin SMS boshqa odam nomidagi raqamga ulangan bo'lsa, kelajakda muammo paydo bo'lishi mumkin. Masalan, raqam egasi sim kartani tiklab oladi, telefonini yo'qotadi yoki raqamni boshqa odamga beradi. Natijada pensionerning bank xabarlari begona qo'lga tushadi. Ikkinchi nozik shart, bitta telefonni bir nechta odam ishlatishi. Qishloqlarda yoki oilalarda shunday holat bor. Bitta smartfondan buvi ham, nabira ham, kelin ham foydalanadi. Telefon ichida bank ilovalari, messenjerlar, suratlar, shaxsiy hujjatlar bo'ladi. Agar nabira o'yin yuklab olsa, noma'lum havolani bossa yoki begona ilovaga ruxsat bersa, telefon xavf ostida qoladi. Keyin SMS'lar, kontaktlar, hatto bank ilovasi ma'lumotlar ham xavfga tushishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Pensioner nomiga rasmiylashtirilgan telefon apparati yoki bo'lib to'lash shartnomalari. Ayrim do'konlarda telefon kreditga yoki muddatli to'lov bo'linadi. Agar kimdir pensioner nomidan telefon olsa, shartnoma pensioner zimmasiga tushadi. Masalan, 3 million so'mlik telefon 12 oyga bo'lib to'lashga olingan. Pensionerning o'zi bu telefonni ko'rmagan ham bo'lishi mumkin. Lekin hujjatda uning pasport ma'lumotlari turgani uchun talabnomalar unga keladi. Shuning uchun hujjatni begona odamga berish, rasmga oldirish yoki nusxasini nazoratsiz qoldirish juda xavfli. 4-nozik jihat. Ijtimoiy yordam va pensiya tekshiruvlarida telefon ma'lumotlarining noto'g'ri talqin qilinishi. Ba'zan odamlar shunday deb qo'rqadi, agar pensionerda qimmat smartfon bo'lsa, demak unga yordam berilmaydi. Buni ham to'g'ri tushunish kerak. Telefonning o'zi odamning daromadini to'liq isbotlamaydi. Kimdir eski telefon ishlatadi, kimdir farzandi sovg'a qilgan smartfondan foydalanadi. Lekin rasmiy tekshiruvlarda odamning daromadi, mulki, bank aylanmalari, yashash sharoiti kabi omillar ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun telefon borligi alohida taqiq degani emas, ammo telefon orqali katta pul aylanmalari bo'lsa, savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasiga har oy 1 million 500 ming so'm pensiya tushadi. Lekin shu karta yoki telefon raqamiga bog'langan hisob orqali oyga 20 million so'm kirim chiqim bo'layotgan bo'lsa, bu tabiiy ravishda savol tug'diradi. Bu pul pensionernikimi, farzandining savdosimi, kimdir uning nomidan foydalanyaptimi? Mana shunday vaziyatda tekshiruv bo'lishi mumkin. Demak, xavf telefon borligida emas, pensioner nomidan tushunarsiz moliyaviy harakatlar qilinishida. 5-nozik jihat. Rasmiy xabar bilan firibgar xabarni ajratish. Rasmiy tashkilotlar odatda sizdan maxfiy kod, karta raqami to'liq ko'rinishi, PIN kod yoki bank ilovasidagi parolni so'ramaydi. Firibgarlar esa tezlik bilan qo'rqitadi. Hozir bloklanadi. Bugun oxirgi kun, darhol ayting, aks holda pensiyangiz to'xtaydi. Men tomoshabinlarga shuni aytaman. Kimdir shoshiltirsa, demak to'xtab o'ylash kerak. Haqiqiy masalada sizga hujjat bilan borish, ariza yozish, bankka yoki rasmiy idoraga murojaat qilish imkoniyati beriladi. 6-nozik jihat.
telefon raqamini almashtirganda bank va pensiya ma'lumotlarini yangilash. Pensioner eski raqamni ishlatmay qo'yadi, yangi raqam oladi, lekin bankdagi SMS xabarnoma eski raqamga ulanganicha qoladi. Keyin eski raqam bir muddatdan so'ng boshqa odamga o'tishi mumkin. O'sha odamga bank xabarlari kelishni boshlasa, bu katta xavf. Shuning uchun raqam almashtirilsa, bankka borib kartaga ulangan raqamni albatta yangilash kerak. 7-nozik jihat, ishonchnoma bilan bog'liq holatlar. Ba'zi pensionerlar pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bunda ham hamma narsa rasmiy va tushunarli bo'lishi kerak. Agar karta, telefon, PIN, kod va SMS kod bir odamning qo'lida bo'lsa, pensioner esa pul qayerga ketayotganini bilmasa, bu nizoga olib keladi. Oilada ishonch bo'lishi yaxshi, lekin pul masalasida aniqlik bo'lishi undan ham yaxshi. Har oy qancha pensiya tushdi, qancha yechildi, nimaga sarflandi, buni pensionerning o'zi bilishi kerak. Endi nima qilish kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensioner o'z nomida nechta telefon raqami borligini tekshirsin. Buning uchun pasport yoki ID karta bilan aloqa operatorining rasmiy ofisiga borish mumkin. U yerda mening nomimda nechta SIM karta ro'yxatdan o'tgan, qaysilari faol, qaysilari ishlatilmayapti deb so'rash kerak. Agar begona yoki keraksiz raqam chiqsa, uni yopish yoki qayta rasmiylashtirish bo'yicha ariza yozish kerak. Ikkinchi qadam, bankka borib kartaga qaysi telefon raqami ulanganini tekshirish kerak. Pensionerning pensiya kartasi o'zining nazoratdagi raqamga ulangan bo'lishi ma'qul. Agar SMS boshqa odam telefoniga borayotgan bo'lsa, buni o'zgartirish kerak. Bank ID karta yoki pasport, bank kartasi va telefon bilan boring. Xodimga sodda qilib ayting. Men kartamga ulangan telefon raqamini tekshirmoqchiman va kerak bo'lsa yangilamoqchiman. 3-qadam. Telefon ichidagi ilovalarni ko'zdan kechiring. Agar pensioner smartfon ishlatsa, unda qaysi ilovalar borligini birma-bir ko'rish kerak. Tanish bo'lmagan, kim o'rnatganini bilmaydigan, reklama ko'p chiqaradigan, karta ma'lumotini so'raydigan ilovalarni o'chirish kerak. Buni ishonchli farzand yoki mutaxassis yordamida qiling. Lekin yordam berayotgan odam ham SMS kod, parol va PIN kodni bilib olmasligi kerak. 4-qadam. SMS kod va PIN kod bo'yicha oilada qat'iy qoida qiling. Men tavsiya qiladigan qoida oddiy. Kodni hech kimga aytmayman. Telefon orqali kelgan havolani bosmayman. Kartamni begona odamga bermayman. Noma'lum qo'ng'iroqqa ishonmayman. Agar qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bankdanman desa ham, suhbatni tugating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. 5-qadam. Agar pensioner nomidan kimdir raqam ishlatayotgan bo'lsa, buni tartibga keltiring. Masalan, nabira buvisining nomidagi SIM kartadan foydalanayotgan bo'lsa, raqamni o'z nomiga o'tkazsin yoki yangi raqam olsin. Bu oilaviy mayda masala emas. Bu kelajakda qarz firibgarlik. Tekshiruv yoki nizo chiqmasligi uchun kerak. Hujjat kimning nomida bo'lsa, javobgarlik ham ko'pincha o'sha odamga boradi. 6-qadam. Shubhali holat bo'lsa, yozma murojaat qiling. Agar kartadan pul ketgan bo'lsa, bankka boring va operatsiyalar bo'yicha ko'chirma oling. Qaysi sanada qancha pul qayerga ketganini ko'ring. Agar bu operatsiyalarni pensioner qilmagan bo'lsa, bankka yozma ariza bering. Zarur bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qiling. Arizada quyidagilarni yozish kerak. Men falon sanada kartamdan noma'lum pul yechilganini bildim. Ushbu operatsiyalarni o'zim amalga oshirmaganman. Tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, bank ko'chirmasi, karta ma'lumotlari va telefon raqami bo'yicha ma'lumotni ilova qilish mumkin. 7-qadam. Telefon yo'qolsa, darhol SIM kartani bloklatish kerak. Ko'p odamlar telefon yo'qolsa, faqat apparat ketdi deb o'ylaydi. Aslida ichida SIM karta, SMSlar, kontaktlar va ba'zan bank ilovalari bo'ladi. Shuning uchun birinchi ish aloqa operatoriga qo'ng'iroq qilish yoki ofisga borish, raqamni vaqtincha bloklash. Keyin bankka xabar berish, kerak bo'lsa kartani ham vaqtincha bloklatish. Bu ishni bir kun kechiktirish ham zarar keltirishi mumkin. 8-qadam. Hujjatlarni himoya qiling. Pasport yoki ID kartani do'konda, tanishda, qo'shnida qoldirmang. Hujjat rasmini messenjer orqali har kimga yubormang. Agar hujjat nusxasi kerak bo'lsa, qaysi maqsadda, qaysi tashkilotga, nima uchun berilayotganini biling. Pensioner nomiga telefon, SIM karta, kredit, to'lov shartnomasi rasmiylashtirilishi uchun ko'pincha aynan hujjat ma'lumotlari kerak bo'ladi. Hujjat nazoratda bo'lsa, xavf ancha kamayadi. 9-qadam. Oilada pensionerga tushunarli tilda tushuntiring. Uni qo'rqitmang. Telefonni tortib olmang.
hammasini men bilaman deb uning o'rniga qaror qilmang. Aksincha yo'liga o'tirib telefoniga kelgan SMS nima, bank xabari nima, firibgar qo'ng'iroq qanday bo'lishi mumkin? Shuni misollar bilan tushuntiring. Keksa odamni texnologiyadan uzib qo'yish yechimi emas. Uni xavfsiz foydalanishga o'rgatish to'g'ri yechim. 10-qadam muntazam nazorat qiling. Har oy pensiya tushganda kartadagi qoldiqni tekshiring. Bank SMS'larini o'qing. Notanish yechimlar, notanish to'lovlar bo'lsa darhol aniqlang. Agar pensionerning telefoni internetga ulangan bo'lsa, vaqti bilan parollarni yangilash, keraksiz ilovalarni o'chirish. Telefonni parol yoki barmoq izi bilan himoyalash foydali. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Hech kim pensionerni telefon ishlatgani uchun avtomatik ravishda jazolamaydi. Lekin telefon raqami, sim karta, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar nazoratsiz qolsa, pensionerning o'zi bilmagan holda muammo markazida qolishi mumkin. Shuning uchun mavzuning asl mohiyati taqiq emas, xavfsizlik va javobgarlikdir. Demak, telefoni bor pensionerlar uchun to'liq taqiq bor degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Telefon ishlatish taqiqlanmagan, lekin pensioner nomidagi raqamlar, bank kartalari va shaxsiy ma'lumotlar qat'iy nazoratda bo'lishi kerak. O'z raqamingizni tekshiring. Kartaga qaysi telefon ulanganini biling. SMS kodini hech kimga aytmang. Hujjatingizni nazoratsiz bermang va shubhali holatda darhol bank yoki tegishli tashkilotga murojaat qiling. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? Pensioner nomiga raqam ochilgan, kartadan pul yechilgan yoki telefon orqali aldashga urinishganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa qilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa ota-onalarimiz va keksa yaqinlarimiz uchun juda kerak.